Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi pressni sotdik. Birinchi sanaga 2025-yil 25-iyun kuni bu pressni topshiryapmiz. Bu pressning razmeriga keladigan bo'lsak 1,5 lik 400 bo'ldi. Bortning balandligi 50 sm, reshotkasi 70 bo'ldi. Poldan 120 bo'ldi. Taglari konteynerlik bo'ldi. 4 tarafi ham shuyuldir, yarim krel bo'ldi. Bort ham konteynerlik bo'ldi, yani katta listlardan stoklar yaxshisidan qo'yib qo'ydik. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yilmi? 4 yil tomonidan bor. Siz tuman qilib oldimi, biroq? Bir qatorina turistimizni obzor etib o'tamiz. Romlar shu yillar oldi. Ena buroy to'rvalar bilan dokonza buroy to'rvalar o'tdi. 1 tonna 400 lik rossiyskiy zamoklar bilan qo'yib berdik. Kim shunday pressga kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil tomonidan berdik. Bortning balandligi 50 sm. Reshotkasi 70 bo'ldi. Poldan 120. Kim shunday pressga kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasiz. Har xil turda presslarimiz bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.